Davay bolla bu davay bos. Davay. Ur. Qo'yma. Davay bolla kimda necha FPS? Tim ayt necha FPS sanda? Aka, menda 90 FPS. Gertemsi sandachi? Ha, menda 120 FPS. Ha, sizdachi? Ha? Frostjonda sanda. Ketaman. Davay bolla davay. Davay. Qoldimi meniki? Shu payt ham qotasanmi? Jinni. Shu payt ham qotadimi? Bolalar bilan mazza qilib o'ynayotgandim. Ey. Esimdan chiqib qolibdi-ku. Menga telefon bo'ldimi? Gertemsi ekan. Allo, Gertemsi, nima telefon qilding? Ha, nega o'yindan chiqib ketdingiz? Biz yutdik. Men chiqib ketmadim, kompyuterim qotib qoldi. Voy ham o'zi 30 FPS edi. Menga o'xshab gamingxona yasab olmaysizmi? Boring. Gamingxona nima qilaman? Men bitta yaqinda kompyuter usta ochildi. Mana bitta. Mana egasi ham bor. Hozir olib boraman, bo'ldi. Kompyuterimni hozir o'chirib, shunaqa o'chiramiz. Aka, короче, shunaqada notebookda 30 FPS beryapti. Qotib ham qolyapti, yaxshi ishlamayapti. Xo'sh, aka, men sizni kompyuteringizni ko'rib chiqdim, lekin kompyuter ichida nima ahvolga chiqyapti. Buni faqat endi просто yoqib ishlatib yurishga bo'ladi. Bunda вообще o'yin o'ynab bo'lmaydi. Atigi Tetris ham o'ynab bo'lmaydi bunda. Chunki o'zi kompyuteringizni kichiktigan. Uni nima qilishim kerak? Короче, siz yangi kompyuter sotib olasiz, bo'ldi. Mayli, aka. Kompyuteringizni olib ketmaysizmi? Bu kompyuterni nima qilaman endi? Sizlarga zapchastga qolaversin endi. Mayli, aka, rahmat. O'zi yangi ochiluvdik, zapchastlar yetishmadi. Mayli, aka. Xo'sh, barcha-barchaga hello bolalar, men Silvana Frostjon. Xo'sh, ko'rdinglar, kompyuterim o'zi buzilib qoldi, endi yaxshi ishlamayapti. Boya ham 30 FPS berdi bolalar bilan o'ynayotganimizda. Hatto Timiki 90 FPS beryapti. O'zi Timiki 130 FPS beradi. Prosto grafikani yomon ko'tarib tashlagan, oxirigacha ko'tarib tashlagan. Nima qilsam bo'lar ekan? Ana endi Gertemsi qo'llagan ishni qilaman. Gertemsi ham o'yinni dahshat qilgan bor-ku. Hozir men Gertemsiga telefon qilaman. Xo'sh, kutamiz ko'tarishini. Ana ko'tardi. Gertemsi? Sen gamingxonani qanaqa qiluvding? Men zo'r qilib yasatganman. Skinimga mos qilib, zo'r qilib yangi xonalar ochganman, shunaqa qilib RGB narsalar qo'yib tashlaganman. Bo'lmasa, men ham qilmoqchi edim-da, qancha pul ketgan o'zi? Shu $5000 ketgan. To'rstak yetadimi? Mayli, ozgina arzonlashtiring desangiz, to'rstakka ham beradi. Bo'pti, mayli bo'lmasa, men ham gamingxona yasatmoqchi edim-da. Bo'pti, yasating. Bo'ldi, yasatganda senga videosini ko'rsataman. Bo'pti. Gertemsi? Eshitdingmi? Men o'sha 170 ta obunachiga erishdim. Bildim, kecha ko'rdim kanalingizda. Endi bizning maqsadimiz 175 ta obunachi, atiga 5 ta obunachi maqsadimiz, to'g'rimi? Bo'lmasa nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Bo'ldi, bo'lmasa. Hozir men gamingxonaga narsalar zakaz qilaman. Bo'ptimi? Bo'pti. Bo'ldi. Xo'sh, endi menga kiramiz. Mana 13-qishloq market. Xo'sh, buni zakaz qilamiz. Bu meva, mana bloklar. Men taxtali bloklarda zerikdim. Uyim ham sovuq o'zi. Zo'rg'a chidab o'tiribman endi. Xo'sh, buni zakaz qilamiz, bloklarni zakaz qilamiz va bo'ldi. Endi kelishini kutamiz. Yana telefonmi? Allo? Assalomu alaykum aka. Zakazlaringizni bizga tashlab ketdik. Keldi aka. Ishda sandiqda turibdi qizil sandiq. Xo'p. Aka, biz bir stakda tashlab ketganmiz. O'zingizga yetarlisini olib olasiz, keyin pulni ichiga tashlab ketasiz. Biz soat kechasi boramiz. Bo'ldi, bo'lmasa. Men qancha bo'ldi aka? Sizdan 3 stak bo'ldi. Qancha bo'ldi? Bularni qildim. 4 stak bo'ldi sizdan aka. Bo'ldi, hozir men beraman pullarni. Aka, biz yo'qmiz, sandiq ichiga tashlab ketaverasiz.
Bo'pti. Bo'pti aka. Bo'pti. Xo'p, endi chiqamiz. Xo'sh, chiqdim. Zakazlarni kategoriyada. Bo'ldi. Mana bitta bo'ldi. Mana 3 ta sandiqda turgan ekan. Xo'sh, bu, keyin bu va bu. Mana eng asosiysi shu-ku o'zi. Xo'p, ichiga tashlab ketish kerak edi pulni. Mayli, bu yoqqa tashlab ketamiz. Endi men narsalarni olishim kerak. Xo'sh, bo'lmasa narsalarni olib uyimga joylashtirishim kerak bo'ladi. O'tila blok aytdim, blok olib kelishdimi? Nima? Blok olib kelishmabdi-yu. Hozir telefon qilaman. Allo, aka, bloklarni olib kelmasizlar-yu. Voy, ota, uzr kechirasiz. Xatolik bo'lib qoldi, boshqa unaqa bo'lmaydi. Hozir 5 minutda bloklar keladi aka. Bo'ldi, bo'lmasa kutamiz. Hop, aka, ming bor uzr aka. Mayli, ishlar siqmaydi. Xo'sh, kutamiz. Kelishini kutamiz. Bo'ldi, aka, hop. Xo'sh, bloklarni ham olib kelishdi. Bloklarni qayerga qo'yishdi? Bunga qo'yishdi. Mana bunga qo'yishdi. Xo'sh, men narsalarni olib olamiz bo'lmasa. Buni, keyin buni olamiz. Bu eski kompyuterim. O'tirish kerakmi? Mayli, kimlarga beraman? Hisobdan vaqtinchalikki. Xo'sh. Buni olamiz. Wi-Fi bu. Xo'p, buni olamiz. Bu yerda narsalar ko'p-ku. Xo'sh, men sizlarga uyimni qanaqa qilishni ko'rsataman. Birinchi men uyimdagi narsalarni buni olib chiqib olishim kerak bo'ladi. Buning uchun men bu narsalarni bu yoqqa qo'yib turamiz. Bo'ldi. Ana qo'yib oldim. Endi bola qaranglar. Mana bu eshikni to'shni almashtiramiz. Gamingxonaga bu eshik to'g'ri kelmaydi. Qishloqqa nima qilsan? Eshitdim, gamingxonaga sotgan ekansiz, o'zing cho'chib ketding. Sen o'zi hazil qilasan, rosa. Shu gamingxona qilmoqchiman. Bunaqani 30 FPS'li, ya'ni 30 FPS normal, lekin PvP'da yaxshi bo'lmayapti shunga. GRTMC'da, Team'da, Kayda 130 FPS'lar beryapti. Voy, bu bizda kompyuter yo'q. Sizlar ham zakaz qilinglar. Bizning telefonimiz yo'q. Shaharga borib olib kelishga erinamiz. Shaharda qimmat. O'zinglar bir magazin ochsang bular shunaqa kompyuterlar sotadigan. Qanaqa telefoning bor? Mana-ku telefoning. Короче, keyingi videoda magazin quramiz. Bu yerdan men ruxsat olib kelaman. Bolalar, nima deysizlar? Shunaqa kompyuterlar sotadigan, shunaqa narsalar, Wi-Fi, telefonlar sotadigan magazin ochamizmi? O'zimniki bo'ladi. Agar ochamiz desanglar, kommentga och deb yozinglar. Agar ochmaymiz desanglar, kommentga yo'q deb yozinglar. Men o'shandan bilib olaman. Kommentga och deb yozinglar, biz ham bir kompyuter olaylik. Magazin katta quramiz, cho'tki bo'ladi, skidkalar bo'ladi. Короче, bo'pti, jetel chiqay. Bo'pti, urmashdan chiqaman, o'y bu. Boray. Короче, sunduqni ham bo'shatib oldim. Endi men bularni olib olishim kerak. Oldim buni. Endi buni olish kerak. Mana narsalarni ham sindirib bo'ldim. Wi-Fi ham olish kerak. Wi-Fi. Hayır. Hop. Buni qo'shnimga sovg'a qilaman. Bu Wi-Fi. Sakras uyda Wi-Fi yo'q edi. Hop. Bolalar, shu yerda video zerkarli bo'lib qoldimi? Xo'sh, bo'lmasa chiroyli, zo'r editli aura muzika bilan videoni davom ettiramiz bo'lmasa. Mana ketdi. Safada, vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem, vem fuder, 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 vem, vem fuder. Vai xerequinha, toma, toma, toma.
Murodjon, o'char muzikangni, men o'zim muzika aytaman, tushundingmi? Qo'shig'im yoqdimi? Xo'sh bolalar, mana uyimizni ham qurib bo'ldik mana. Xo'sh, uyimizdan katta qildik. Mana. Xo'sh. Bo'ldi, obuna bo'lib like bosinglar. Endi shu joyda edit yasab yuboramiz. Bo'lmasa, qani go! Vem cá, já tá preparada pra fuder. O'char, o'zim aytaman bunisini ham. Editini ko'rgan bo'lsanglar, endi men ketdim bolalar bilan to'p o'ynayman. Men bolalarga telefon qilish qani. Qani bolalar, davay. Oppa, telefonimni ham almashtirib oldim birodarlar. Mana GRTMC. Allo GRTMC. Ha, nima? Davay bolalarni yig'ib PvPga kirlaring, davay. Yo'q, biz Bedwars o'ynaymiz. Bedwarsga kiring. Bo'ldi bo'lmasa, qani ketdi. Men kuchli kompyuter oldim, davay ketdi. Davay, uring. Kirdim, davay ketdi, davay. Hadi oldingizdagini uring. Davay! Voy o'lib qoldim. Bo'lmasa hammaga xayr emas, ko'rishguncha deb qolamiz. Bo'lmasa, ko'rishguncha.